Yo'q, salom, sizlar bilan Dikko. Bugungi videomizda Skyblock'da uskun yasashga harakat qilamiz. Albatta, survival holatida. Mana spawner bo'lib oldik. Endi to'g'rida atiga bitta daraxt va qanaqadir modlar bor ekan va daraxtni ham loot qilib olgandan keyin tovuq menga tuxum tug'ib berdi. Meni bugun tug'ilgan kunim va nima qilaman? Tort qilaman albatta tovuqqa. Rahmat. Tovuqqa bitta narsa beramiz. U bo'lsa mana bo'lishingiz mumkin. Tovuqni osh qilaman o'zimga. Tovuq meni suyib qoldi. Mani osh qilaman, o'zi juda ko'p edi va tovuq ham qo'shildi. Va yana cho'chqa ham qo'shilmoqchi, lekin men cho'chqalarni yoqtirmayman. Shuning uchun pashona qo'y. Va bu videomizda zombilar, men afki bo'lgan holatda zombi kelib meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Spawn bo'lib darrov meni oldimga keldi va boshqa spawnlar kelyapti. Moblar ham zombi, men kirib qoldim, hali yaxshiyam va botni surishga qaror qildim. Ya'ni har doimgidek eski usul, lekin men qo'rqadigan bitta narsa bo'ldi. Tuxumni otib yuboribman. Yana bitta qo'rqadigan narsam, ya'ni nima edi? O'rgimchak spawn bo'libdi va creeper va skelet ham. O'rgimchak juda tez kelyapti, juda qo'rqdim. Moblarni yeb qo'yaman. Moblar yemadi, to'g'ri men oldimga kelyapti. Va zombini ham taptaladi. Men qo'rqqanimdan sakrab yuboribman o'zi ham. Yaxshiyam butun umrlik omadni ishlatib qo'ydim. Ikkinchi qism 100 talikdan so'ng chiqadi deganlar.